Salom, men Jennyman va bu intervyu Varata va Complete. Men hech qachon o'zim haqimda bunchalik ko'p gapirmagandim. Qachon Jenny Blackpinkga qo'shilgan? Men u yerda boshidan beri bo'lganman. Bizning birinchi singlimiz 2016-yil avgustda chiqqan edi. O'shanda Blackpink paydo bo'lgan. Qachon Jenny Yangi Zelandiyaga ko'chib kelgan? Men 9 yoshda edim. Men u yerda 14 yoshimgacha yashaganman. Bu eng yaxshi 5 yilim bo'lgan. Bilasizmi, menda kuchli aksent bor edi, lekin u to'liq yo'qolgan. Hozir hech kim Yangi Zelandiyadan ekanligimni topolmaydi va bu qayg'uli. Balki men Yangi Zelandiyadandirman, lekin menga Mermaid Jami yoqadi va faqat men va Rozi qachonki shaharda bizga Vegemite yoki Mermaidni taklif qilishganda xursand bo'lamiz. Qachon Jenny solo chiqardi? Men aytgan bo'lardimki, 5 yil yoki 6 yil oldin. Menimcha 5 yil. O'ylashimcha bu ancha oldin bo'lgandi, chunki mantraga tayyorlangandik. Men o'zimni videolarim hamda quyoshli kundagi rasmlarimni ko'rib chiqdim va o'yladimki, oho, men bu yerda juda ham yosh va yoqimtoyman. Solo qo'shiqchi bo'lib ishlash chindan ham boshqa daraja. Studiyada yolg'iz qolishimdan boshlaymiz. Jamoaviy proyektlarda ishlaganimda men qizlar bilan ko'p gaplashardim. Ya'ni hammamiz shu qo'shiqqa rozimizmi aniqlashtirardik. Lekin hozir hamma qarorlarni bir o'zim qabul qilishimga to'g'ri keladi. O'ylashim bo'yicha bu eng katta mas'uliyat. Keling keyingisi. Qachon Jenny kuylashni boshladi? Professional tarzda 14 yoshimda. Lekin men hayotim davomida kuylab kelganman, ya'ni bolaligimdan beri. Jenny sahna liboslari. Biz sahna liboslarimizni almashtirishni yoqtiramiz. Asosan chunki biz chiqayotgan shaharning atmosferasi bilan uyg'unlashish yoqadi. Masalan, men shunday kiyinaman. Nega Jennyning Instagram niki Jenny Ruby Jane? Bu ismni men Yangi Zelandiyada maktabda o'qib yurgan paytlarimda o'ylab topganman. Men qandaydir uzun, chiroyli ism xohlaganman, xuddi do'stlarim kabi, va bu paydo bo'ldi. Bu shunchaki men o'zim uchun o'ylab topgan nik. Qanday qilib Jennydek kiyinsa bo'ladi? O'ylashimcha bu usiz ham hammada o'xshaydi. Hamma bu savolga javobni biladi. Keyingisi iltimos. Har doim shunday qilishni xohlagandim. Ayni damda Jenny qanday? Men juda uyalchan odamman. Hatto do'stlarim orasida men yetarlicha jim yuraman. Lekin sahnada umuman boshqa odamman. Shunday ekan, umid qilamanki biz bir-birimizni yaxshi bilib olamiz. Jennyning sevimli mevasi qaysi? Mening doimiy sevimli mevam yo'q. Oldin menga qulupnay yoqardi. Hozir esa kivi juda ham yoqadi. Jennyning Blackpinkdagi yoqtirgan musiqasi qaysi? Bu har doim qiyin savol bo'lgan. Menimcha hozir Lovesick Girls. Orada o'zgarib turadi, lekin hozir Lovesick Girls. Unda Blackpinkning ajoyib lahzalari bo'lgan. Bu sahnada boshqacha vibe beradi. Chunki biz juda ham ko'p xarakterli narsalar qilamiz. Shuning uchun shunday. Jennyning taxallusi qanday? Meni laqablarim ko'p. Menda Jandagi bor, bu koreyscha va do'stim meni Nini deb chaqiradi. Bu taxallus meni haqiqiy ismim Jennydan kelib chiqqan. Jenny hozir nima bilan shug'ullanyapti? Ayni damda men intervyu beryapman. Mening singlim Mantra yarim kun oldin chiqdi. Shuning uchun men baxtli kelajakda juda bandman. Bu albomning yaratilishi men uchun katta qadam bo'ldi, ya'ni solo artisti sifatida. Bu o'ziga xos qo'shiq Mantra. O'ylashimcha albom uchun ajoyib boshlanish. Bu biroz Jennyning tizeridek. Shunday deb ayta olaman. Albom ichidagi. Shunchaki Jenny. Blackpinkdagi Jennyning eng yaxshi dugonasi kim? Meni yaxshi do'stlarim ko'p. Sizlar meni yaxshi do'stlarimsiz. Jennyning qulog'ida nechta teshik bor?
O'smirlik paytida menda juda ko'p teshiklar bor edi. Lekin vaqtlar o'tib ulardan qutuldim. Hozir menda 4 ta teshik bu qulog'imda va 2 ta bunisida qoldi. Shunday qilib, teshiklar faqat qulog'imda. Jenny qo'shiqlar yozadimi? Albatta yozaman. Umid qilamanki, albomim chiqsa, sizlar ko'proq meni qo'shiqlarimni eshita olasiz. Kuting. Jennyning kuchugi. Mening kuchugimning ismi Kuma. U uyda. Hozir mening o'yim bilan. Uni juda sog'inyapman. U eng aqlli kuchuk. U meni yaxshi ko'radi. Men uning bu dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insoniman. Hatto uni oldingidek tez-tez ko'rmayotgan bo'lsam ham. Ha, u meni ko'rishdan har doim xursand. Va nihoyat so'nggi doska. Jenny rap. Ha, men rap o'qiyman. Rahmat. Menga rap yoqadi va siz albomimda ko'proq rap eshitishingiz mumkin. Jenny, one of the girls. bu mening eng mashhur qo'shiqlarimdan biri. Ayniqsa Spotify'da. Men bundan xursandman. Doing great. Jenny, kapibara. Bugun kapibaralar haqida video ko'rgandim. Bilaman, kapibara yer yuzidagi mashhur hayvon emas, lekin ular haqida juda ham ko'p gapiradigan bo'ldim. Chunki menga tez-tez yoqtirgan hayvonim qaysiligi haqida savollarni berishyapti va men har doim kapibarani aytaman. Ha, ular menimcha shunchaki kapibara nimaligini bilishni xohlashgan. Ularni hozir ko'pchilik bilyapti. Va men bundan faxrlanaman. Men ancha yil oldin bir musiqa klipida suratga tushgandim. Ice Cream qo'shig'iga. Bu hayotimdagi eng yaxshi kunlardan biri bo'lgandi. Men kapibarani ko'rishga borishim kerak. Darhol. Oh, Jenny Jack Moss podium. Jack Moss showida podiumda yurgan edim. Maya Nakapriniki edi. Va o'shanda men podiumda birinchi marta yurdim. Bu o'ziga xos voqea bo'lgandi. Bu kundan menda faqat yaxshi xotiralar qolgan. Chunki men juda hayajonlanaman va asabiylashaman deb o'ylagandim. Lekin birdan kel shunchaki xursandchilik qilaman dedim. Bu men uchun o'sha yilda yana bir faxrlanadigan ish bo'lgandi. Baxtimga meni hech qaysi savol hayron qoldirmadi. Ulardan ko'pi meni xayolimda edi. Shuning uchun bolalar, Google'dan men haqimda qiziqroq savollarni so'rang. Taklif qilganingiz uchun rahmat va keyingi safargacha. Xayr.